Islom To'xtaxo'jayevdan mujikcha harakat o'z BYD'sini Bobur Abduxoliqovga sovg'a qilgani. Srechko va Islomdan kutilmagan sovg'a. Kechagi tarixiy kunda O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati saralashidagi so'nggi o'yinni Qatarga qarshi o'tkazdi va 3-0 hisobida g'alaba qozondi. O'yindan keyin stadionga tashrif buyurgan prezident Shavkat Mirziyoyev maydonga tushib futbolchilarni taqdirladi. Taqdirlashdan so'ng futbolchi Islom To'xtaxo'jayev prezident sovg'a qilgan BYD chempion avtomashinasini Bobur Abduxoliqovga sovg'a qilib yubordi. Bundan tashqari terma jamoa sobiq bosh murabbiyi tarixiy natijaga eng katta hissa qo'shgan qo'rqmas terma jamoani shakllantirgan Srechko Katanes ham o'ziga berilgan BYD mashinasini jamoa tarjimoni Davron Ahmedovga sovg'a qilib yubordi. Bunday yorqin o'yin O'zbekiston terma jamoasi tarixida sanoqli bo'lgan, balki eng yorqini ham shu. Taftish.uzga obuna bo'ling, sport xabarlarini biz bilan kuzatishda davom eting.